Navbatdagi buyurtma asosida tayyor bo'lgan mebelimiz 45 million so'mga patkulch donli mebellarni olganmiz. Video obzorini boshladik. Xo'p, 3.60 ga balandligi 270 cm bo'lgan kuxunli oshxona mebelimiz. Karbosh shulkasi bor. Mo'lkasi bor, smesitili bor. Sushulkasi bor. Materiallari kashtan filman akril materialdan bo'lgan, stalichnistalar turli, orqasi granit har doimgidek. Gaz bilan vitishkasi, tagida duxovkasi joylashgan. Hop, bu tomonga dars qiladigan partasini tayyorlab berganmiz. Razmeri 3.15 ga, balandligi 290 bo'lgan. Dars qiladigan partalar. Hop, navbatdagisini ko'rsatamiz. To'la zonasini qilib berganmiz. 2.30 ga, balandligi yerdan 75 cm bo'lgan to'la zonamiz bor. Mehrobga shkaf tayyorlab berganmiz. 2.15 cm ga, balandligi 2.90 bo'lgan. O'rtasi alyuminiy profil. Polkalari ham o'yna, orqasi zerkala har doimgidek. Bu alyuminiy profil, bu turetskiy profil emas. Mexanizmlari vakuum. Tortmalari pushkali bo'lgan. Hop, navbatdagisi mana termosini ham tayyorlab berganmiz. 220 ga, balandligi 2.30 cm bo'lgan bu termosimiz. Alyuminiy profil, polkalari ham o'yna, orqasi zerkala. Sensorlik oyna qo'yib berganmiz. Hop, bu yerga mana garderobimizni joylab berganmiz ichiga. Garderob. Aslida ikkita tortmasi bor. Mexanizmlari vakuum, balandligi 2.30 cm bo'lgan. Eshikdan kira olishga perevoshkani tayyorlab berganmiz. 2 metrga, balandligi 270 cm bo'lgan. Bu yerga keng qilib shkaf qilib berganmiz. Narsalarni taxlab qo'yibdi. Bu yerda o'tirib poyabzallarni olib kiyib chiqib ketaveradigan. Orqasi mo'yshiy material, yuvib ishlasa bo'ladi. Tepada vishilkalari bor. Mana avtomatini ham joylab ketgan. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerimizni ekran tagiga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.